Xo amca qani, nimda tirish kelmaydi. Farmon tushirib barliq amchilarni o'rniga boshlab kelinglar. Xo'p, aliylari, mana keldi, Xo amca keldi. Mana. Qo'llari Xo'monfan aliylariga bosh qo'ydi. Yashag'aylar, uzun umr ko'rgaylar. O'rningizdan turing. Liyamchi helali teng qo'yibdi, ammo u yana ushsiz yotadi. Qarab beqing. Qani qaraq. U qachonliq ushib kelgidi. Bu qizning to'mirdan so'qishi baksayib, yarisi eg'ir ekan. Qo'llari aliylaridan o'zlarining chetga turishlarini tuvanchilik bilan so'rayman. Bu qizni tafsili tekshirib davolay. Bundaqda aliylari, biz Xo amchining gapi bo'yicha birdan sirtqa chiqib turaylik. Silimo erib ketdilar. Yotoq uyga kirib aram yeyasizlar. Sizlar bu yer tursizlar, u huduqib ketadi. Mangfa, sizning davolash mahoratingizga men qoyil. Bu qizni sizga topshirdim. Amalning barcha qutqizib. Qo'llari dakki-dakki qilyapman. Xo'p. Aliylari. Lamay, Tongshu, ikkinglar Xo amchining topshirig'ini olinglar. Bildinglarmi? Xo'p. Inigana, aliylari hajab oldirib kiyinib qaytib ketdi. O'rnining ishchi nimandaq ma'lumotdan bo'lib ketdi. Aliylari hozir nerede? Biz bir ko'rib kelaylik. Xonshoyim, sizning hozir barmoqlari tuzukmikin? Aliylari hozir Linkichxonishning yanida. U yanili iyali keldi. Bugun ajoyib g'alit ish bo'ldi. Aliylari u maydondan qaytib kelishida bir ig'ir yaralangan qizni ep ketdi. Ordaga kirish bilanla udulning kichixonishning qishiq kirib ketdi. Kechilab amchi chaqirdi. Birdamda Xo amchi, Ping amchi, Jong amchilarning hammasi yetib kelib, u yerda bu qizning kasalini davolayotdi. Anglashimcha, xon aliylari bu qiz qutqizib elinmasa, amchilarni kallang bilan javob qilasan debdi. Mushundaqmi ish bo'ptimi? Ha. Hozir o'rdaning ichi patparaq. Hammasi Linkichxonishning qishig'i berib ahvol so'rmoqchi bo'pti ekan. Aliylari hammasini qo'g'lib etibdi. Hech kim bilan ko'rishmayman debdi. Bu qiz cho'qim bir tangdoshsiz sohib jamol o'xshaydi. U necha yoshlarda ekan? 18-19 yoshlarda ekan. Lamining aytishicha, rostla chiroyliqmish. Lekin yarisi eg'ir bo'g'ashqa saqiyammasmikin. U nim deb yorilibdi? U maydonni xato bayqmay kirib qoldi ekan. Shahzod otgan o'q maydisiga tegib ketibdi. Hozirgi qizlar kattalarning qanot ostiga kirib olish uchun hamma ishni qiladi. Boshqa bir kuni Emini chaqirtib keling. Ishni inchik so'rab baqay. Emini bir spar berib setib olsa, qasddan kirgizvatdim-u texi. O'ylab baxmamsiz. U maydonni qatma-qat qurshab qo'g'dab tursa, qandaqmi bir qiz bayqamay kirib qoladi. Bu qizning nerdan kelganligini, nima mudas borligini bilib bo'lmaydi. Mencha oilalarining ko'ni kesilib qo'zg'alibdi. Chiroyli qizlarni ko'sila, zodila nafsini bosolmaydi. Xonshoyim. Astroq, tamommi qulg'va degan gap bor. Men hozir husni jamoldan ketmay turibla. Mehri uzilibdi degan holga tushib qoldi. Yana tamning qulg'i bo'lishdan nima qo'rqatdim? Xonshoyim. Rong inigana. Meni deb ko'nglingizni yerim qilmang. Men buni burunli bilgan. Aliylari kimni ko'rsa shuning amroq bo'lib qoladi. Qani Linkichxonishning qachongacha kerilib yurganligini bir ko'rib baqay. U hozir yaralangan qizning holidan xabar yo'qotdi. U qiz to'yning beshig'i minganda ondan buning ta'mini tetiydi. Hamon bir kuni umuman o'xshash qerib, chiroyidan ketib, so'g'uq o'rdiga kirgizilib, o'lgandimi? Battar kunda ko'rdi.
Xanish oyim, sizlar texi yosh. Keyingi kunlar uzoq. Uning ustiga Sharqi qasr o'zlarining ilkida turyapti. Buningga boshqa xonishlar o'lgida kasat qilishidi. Shohimiz bo'lsa bir elning shohi, nimani qilman dis qila oladi. Uni kimlik o'zi 9 ta'zim qilib turadi emasmi? Boshqa xonishlarning hammasi bor hunarini chiqarib, oliylar xushomat qiladi. Oliylar buni ko'nib qolgan. Mening nasihatimni anglab qo'ysizlar. Kelar qatim oliylar bilan ko'rishganda qopoqlarini turib uni ranjitib qo'ymasizlar. Menmi xush deb tatliq so'zlarni qilishni o'ylagan. Lekin shirin so'z chiroyli xuluq ko'rsatsam, bu izzat obro'yimni yeg urg'anlik bo'lmamdi. Unda qilolmayman. Dan amjinim urduq chaqirtgan o'xshaydi. Bu qizning shuncha cho'ng sehri kuchi bormikin? Alileri. Oycan! Yuxum! Alilere qutluk bo'lsin. Linxanish! Alileri, əmdili texi 5-ci isek vaxtı boldu, oyğunub ketipdilar. El qiz qandaq bo'ldi? Alilerga ma'lum bo'lg'ay, 4 əmci bir kecha davolab, o qizni qutuldurib qoldi. Texi o'shiq kelmadi, ammo azroq esiga keldi. Bak og'rib ketyapti davatidi. Men berib qarab boqay. Ay. Oyjon, og'rib ketdi. Bak og'rib ketdi. Yelpigich, rasm yelpigichimni taxtavamanglar. Menli bo'lsam, o naslab bo'ladi. O naslash yuzsa, menmi tirik qolmayman. Xon alileri keldi. Xon alileri. Voy! O'rninglarni turinglar. Qizib ketdim. Bak qizib ketdim. Yelpigich, rasm yelpigich. Uni yirtvatmanglar. Aliler. Ko'zingizni iching. Uyg'oning. Gapimni anglayapsiz. Necha yosh kirdingiz? 18 yoshga. Qamariyaning ishtiladi qolgan. Nechinchi oyda tug'ilgan? Qamariya 8-oyning 1-kuni. 8-oyning 1-kuni. İsmingiz nima? Yenzi? Bu mu isim bo'lamdi? Yenzi degan ko'l bo'yidan uchib kelgan qalg'ish deganlik-ku. Tushundim. Kesilingizni obdan saqaytib oling. Hech nimadan andish qilmang. Men sizni cho'qim saqaytdim. Amchi, labay. Sizlar o'zinglarning bor hunarini ishga silib, bu qizni davolab saqaytinglar. Eng esil dorilarni ishiltinglar. So'g'atga akelgan dorilarni ishiltiveringlar. Mehriya degandek dorilar o'rnida bo'lmay qolsa odam evatib akeltiringlar. Hargiz bexastalik qilmanglar. Xo'p. Nima? Alilerning demoqchi bo'lgani, yanzi o'z qizim o'xshaydi, davatmaydiganlar. Shundoq. O'z qizim o'xshaydi, davatmaydiganlar.
Şundaq. Onun yenidagi yelpigish bilan rasmni ayni vaqtda men Yuxoga hadiya qilgan. Hammasi mening o'z qo'lim bilan yozilgan. Hargiz xato emas. U Qamariyaning 10-yili puxroch kiyinib, oylanib ko'zdan ko'chirishga chiqqan vaqtimda bo'lgan ish. Hisoblab ko'rsam, to'g'ri 19 yil bo'libdi. Yanzi bu yil 18 ga kiribdi. Qamariya 8-oyning 1-kuni tug'ilibdi. Familiyasi Shokan. U dal o'zi shu. Yuxoga kelsak, men uning vafosizlik qildim. Hozir uning ahvolining qandaqligini bilmayman. Hech qanday yanzimi esi kelmayotdi. Ham tafsili so'rg'ili bo'lmayotdi. Shuning bilan ichim bak titildab ketyotdi. Alilarining bu yanziga shunchalik ko'ngil bilib ketishi ajablanarli ish emaskanda. Ammo bu bir o'yinchidigan ish emas. Texnik ko'p dalil isbot bo'lmasa, meningcha xohlagancha paras qilsa bo'lmasmikin? Mana buning qarang. Bu she'rni men o'z vaqtida o'z qo'lim bilan yozgan. Uni o'rniga olib ketaman deb va'da qilgan. Yefinda Niloparda shabnam jilvisi, urular shahardan ko'klamning hidi. Vah, daming manzarasi ajoyib go'zal, yetidu palakka tayyi cho'qqisi. Alilari. Men o'ylagan sir gumonlanyapman. Agar u Yuxoning qizi bo'lmasa, nima uchun u yanida men ayni yili Yuxoga bergan nishonnomini olib yuriydi? Agar u ras uning qizi bo'lsa, nima uchun 19 yildan buyon ana bola ikkisi o'tirg'i chiqmay, amdilikda o'tirg'i chiqadi? Xuddi mukishmak o'ynagandeklar. Tas qoldim o'qishmay o'ltirib qo'yg'ili. Mencha Yuxoning hech ilojsiz qolgan tarafi bordi. Bir odatki puxra qizining mastonlat kutishdan boshqa yana nima amali bo'lsin deyla. Alilari, ishlarini pushirmislar. Ilmi yaxshi, amchilarning davolash mahorati yuqori. Yanzining kesilini jazman davolab saqaytalaydi. O esi kelganda alilari tafsiliy so'rab o'qish baqsi bo'lmadimi? Shuni qilmaymi, amal yo'q. Hozircha sizning yeningiz turib tursin. Saqaygandan keyin bir narsa deyishaylik. Alilari uni mening yenim tursin desalar, buni men baxtim deb bilaman. Endi men hammani bildim. O qizning chiroyidan yaqinlik ekanligini his qilishim begoh emaskan. Aslida uning qash ko'zlari sizga xil o'xshaydi ekan emasmi? Aha, rasma. Rasla o'xshamdi ekan. Rasla o'xshaydi ekan. Demisi his qilib bo'lmaydi. Desa rasla o'xshaydiganligini his qiladi. Ishonmasa berib ko'rib baqsizlar, shu kirpik burunlari rasla o'xshaydi ekan. Menmi o'xshaydigandek his qilgan. Mubada rasli men bilan Yuxodan bo'lgan bola bo'lsa, undaqda u menga tasodifiy kelgan omad bo'ladi. Men ali ichida yana bir qizimning borligini o'ylamabdiman. Shundan uning odat kishilarga o'xshamaydi deyman. Uning kiyinishi xansiq o'xshisimi, ammo uning chiroy shaklidan jasoratligi chiqib turadi. Bu butunlay manjularning jasorati. Bir odam tanha ov maydoniga bosib kirishda hech nimadan qo'rqmaydigan shijoat va farosati bo'lmasa, odatdagi bir qiz bunda qila olamdi. Deganingiz tamoman durust. Kichikina bir qizda jasuran ruh urg'ib tatsa, bu ne? Qandaqmi odatdagi qiz degili bo'lsin? Yaz yo'qolib ketdi deganingiz nemisi? Zaten neymiş bo'ldi? Üçünglar shunchiraqdagi o maydoniga ketgandinglar. Qandaq bo'lib yanzi bilan atishib ketdinglar? Bu baxalat ish-ku. Men yanzi qaytib keldimkin degan umid bilan kelgandim. O qaytib kelmabdi. Qaraganda ish chataqgan. Liuchang, Liuxo, sizlar orada atrofiga berib yanzini surishtirib baqsanglar, nima ahvollar bor ekan? Orada yuriginglar qaptak bor ekan. Xanjamatni chiq tegmoqchimi? Siz men qanday surish qil deysiz? Siz orada Ag'vatlari Inikana deganlarni tanimsiz? Ag'vat Inikana deganlarning birini tanmayman. Podsho oliylari bilan bir nechta shahzodalarni taniyman. Beka vaqtda oliylari bilan qo'rshav shaxmat o'ynayman. Shahzoda bilan chamboshlik sinishib qo'yman. Aka, bu degan qandaq vaqt? Qarang, zivi titib yig'ilib etay deb qolsa, yana odam tushunmaydigan gaplarni qilib kelsiz. Biroq amal choringiz bormi? Meni qandaq odam ekanligimni bilmaydingizmi? Men qandaq qisiga o'rnadagilar bilan to'nishay. Men ansirayotiman. Xafa bo'lyapman. Yanzi burun nemish bo'lsa, men bilan maslahatlashyapti. Sizdek bir singlik bo'lgan ekan. Noyat sirli xo'p ketdi.
sizlar o maydoniga beringlar, nima ish qilmanglar. Biz Oksananing shu qatori qo'shilishinglar kerakda. Ko'pchilik yordamlashsa balkim bir ishni putarga bo'lardi. Lekin sizlar bizni yot odam qatori ko'ryapsizlar. To'g'ri qilmaganligimni bildim. Qaramliq qilmasam, plansiz ish qilmasam bo'pti ekan. Ammo yanzi o'zining nihoyat ishonchisi badaq qilgandi. U o'zining o maydon atrofida cho'ng bo'lganligini, u yana nihoyat pishiq bilganligini aytgandi. Yanzining lab urushqa amroqligini bilmay qolmassiz. Ocho, yuraklik bo'lgan bilan ehtiyotchan emas. Jasorati bor, ham yo'q. Ko'rinishga bir narsa bilgandek qilgan bilan gumpusimi tayinliq. Shundaqdimi ko'ngil yaxshi. Siz uni bilan aytsangiz bo'lishqil xili bo'ldi. Yana uni tushunmayapsiz. Siz muhammishda uning gapini anglayotgansiz-ku. Odam oldi deysiz, aldaydi ekansiz. Ko'rinishda uning gapini anglagandek qilgan bilan uni qo'g'dayapman. Bo'ldi, ko'pchilik ochiqlanmanglar. Endi qanday qilamiz? Odatxonalilar qotilni tutib olsa qanday bir taraf qiladi? Qotil? Ahvol shuncha og'irmi? U qanday qilsa qotil bo'lib qoladi? Agar qotillik isbotlansa, bosh ketadigan gap. Men bir amalni qilay. Bu jonim saq qo'yib yang'in qutqariraman. To'xsila. Hech qanday yo'llar bo'lmasa, bu jonim saq qo'yib yang'in qutqariraman. To'xsila. Hech qanday yo'llar bo'lmasa, qanday amal qila olaylar? Sivi. Aldiraqsanlik bilan ish qilsangiz ishni buzib qo'ysiz. Sizlarni o maydoniga bosib kirishinglarning zot nima uchun ekanligini men samimiylik bilan deb bering. Bu Kechirmishlaringiz bilan munosabatlikmi? Dadingiz bilan munosabatlikmi? Ham ishni menga deb bering. Mushundaq gangarab yurib, yanzini nega berib izlayman. Mening sizga valqirishim, xafa bo'lishimning hammasi meningmi kamtarab qilayotganligimdan bo'ldi. Acaba buni tushunmamsiz? Yanzi sizning qo'l berishgan qiyrinishingiz hamda bizningmi qiyrinishimiz emasmi? 5 yildan buyon bu ko'p oilelik qurada birga turyapmiz. U biz bilan xuddi bir oilelik kishilarga o'xshaydi. Mundaq ishdi. O maydondagi bir odam dadam bilan tanishyapti. Yanzi menga yordamlashib dadamni tepib beraman deb o maydonga besib kirgandi. U kimdi? Fulinmi? O'minmi? Fuxingmi? Yoki bo'lmasa qaysi oqsoq? Sizni buncha xijilchiq qilib qo'ygan ish bo'lsa so'ravermay. Ertadan boshlab har qaysi qamoqxona yomilg'i berib tunishtirib boqay. Siz gapini qilgan o'rniga mening ilojim yo'q. Uni o'rniga kirib qamoqqa deb ansirayman. Menchi yanzi xili talaylik. Har qanday ish uchrab qolsa-mu, yomonlik yaxshilik aylandi. Ras shundaq. Uni ayt zerak cho'qim yomonlikni yaxshilik aylantira oladi. Undaq bo'lmasa uni qanday qilmoqligini bo'lsin, shundaqmi? Ajab yumshoqga. Yotqanmi shuncha rahatgan. Bu uymi nihoyat hashamatlikkan. Nurg'un parizatlar borkan. Nima degan mezlik buraqa? Faqat ayilg'im kelmayotdi. Ay, qarang, uyg'onga o'xshaydi. Bas, bu yoqqa qarayotdi. Xonishayim keldi! Qanday xo'p xonish keladi? Xonishayim, qo'y! O'rninglarda turinglar. O maydondan ep kelgan qiz shumi? Ha. O maydondan ep kelgan qiz meni davatga o'xshaydi. Men o'rda kirdiga o'xshamamdiman. Qanday qaraq? Jarohati saqaygandakmi? Xonishayimga ma'lum bo'lg'ay. Hozir bu qizning tomiri siliq so'qiyotdi. Hayotiga hech qanday xavf yo'q. Amchining davolash mahorati haqiqatan yuqori ekan. Xonishning maqtig'iga rahmat. Bu qizning ta'limi o'nkan. Ta'limi o? Shundaqmi? Hemen chiqib ketib, heli kelish. Hemen daldishib turshamsan. Xo'p. Efey, to'xtab tur. Senden so'raydigan gapim bor. Xo'sh.
Meyke. Orada da ona alilerga o'xshaydi ekan degan uşaq so'zlar tarqilibdi. Qarab baxsam, aliler faqatli o'xshamaydi ekan. Aytah uning nar alilerga o'xshaydi. Alileri qarg'an sirma o'xshaydigan deb o'zi shundaq degandi. Rong inigana. Siz-chi? Xanish ayımğa ma'lum bo'lg'ay. Bir pelakdan ming hamak degandek shahzoda bilan maliklar bir-biriga ancha o'xshib ketmaydi. U ko'zini yumib yotqashqa ancha aniq ko'rolmadi. Lekin ba'zilar aniq ko'ribdi. Uning aytishicha, u qizning qosh ko'zlari alilarga o'xshaymish. Alilarga yaxshiroq bo'laman deb alilarning xiyoli bo'yicha bildirlaverdi. Bu qizning kelish tarixi aniq emas, qiliqlar gumonliq. Biya kelalishda ishki jihatdan moslashquchi bor. Uning hech qanday yeri alilarga o'xshamaydi ekan. Meningcha u jazman saxta. Sen bu ağzın kelgini bildirlaverme. Mubada uning ailelarining pushta emasligi tekshirib isbotlansa, uning bu gunohi cho'qim o'limga mahkum. Acaba uning o'limiga hamroh bo'lay demsa? Xanish to'g'ri aytadi. To'qallar endi hargiz otqachilik qilmaydi. Amisi yaxshi. Bu ishni jazman tekshirmay qo'ymayman. Bir yel bugish bilan bir poch husni xat rasmga qarabli uni malika deyish haqiqatami bema'ni. Shundoq aytqanlar bir haq. Ko'rib bo'ldim. Nima ish ekanligini bilib bo'ldim. Rong inigana. Mangayli. Xo'sh. Linfey xanishni hurmat bilan uzatadi. Hurmat bilan uzatmasang bo'laverdi. Sen kun bo'yi ailelerine yeni düşürsen. Hoşunu tepip sür. Han cemaatinin qiyni bulgunup ketmesin. Bu azraqlı severlik görülse. Kallı ketadigan iş. Düşendin mi? Ben düşendim. Yaman bo'ldi. Ular meni malik qiyofada kirvaganda peshimni ilishni maslahatlashib aytibdi. Siz menga ziyonkashlik qiladigan bo'ldingiz. Neymiş azraqmı xəbərini ağıl bo'lmaydigandı. Bu ishqa bağancha ishonchim qolmayotidu. Yanzimi jazi g'alitirak bo'lgan bilan, lekin ziyrak. Nayranlarim ko'p. Ahvolga qarab ish tutishni biladi. Burun bizni cheriklar qo'g'ilgan vaqtda u amal qilib bizni qutuldiratdi. Shuni u doim o'zini to'sqilimi, o'ltagilim bo'lmaydigan qalg'ash deydi. Menchi bu qalg'ash bir iloji qilib bizga amal va bir xabar etkazasi bo'ladi. Uning bizga xabar berishga amal yo'q o'xshaydi. Qamilib qilib sirqi chiqamotam deya. Balkim u butunlay ilojisiz qolgandi.
Yo'q, u Unuğa işini bo'lmaydi. 100 yaş ömür ko'rdi. U o'lmaydi. Aliylari Xudoy. Aliylari. Bugun qanday qaraq? Xeyli yaxshi bo'lib qoldimi? O yil dori ichib uxlab qoldi. Amchi uni tez saqayib ketgandek deydi. Tushdan burun uyg'ongandi. Qo'rqib ketgan o'xshaydi. Ko'zlari midiravotdi. Lekin faqatla gap qilmayotdi. Shundaqmi? Mang bering. Xonish bugun kelib ketdi. Nima deydi? To'qanlarning tili ojizlik qiladi. Davering. Yenzini aliylarining bolasi emas, ishning rostini surishtirib chiqmasam, surishtirmasam. Nima qilmoqchi ekan? Yenzi bilan mening kallamni olmoqchi ekan. Ha? Men rostli yolg'on so'zlamadim. Men qancha qarag'an sari u shuncha o'xshaydi ekan. Bu yenzi rostli sizga bek o'xshaydi ekan. Uyg'ong'ini vaqtga qarashlari aliylarininki bilan o'xshash turmamdi. Obdan qarab baqsizlar. Kim uni mening qizim emas deyishga petansa, shuning kallasi ilanadi. Men o maydonda uni tunji qitim ko'rgan chog'dalar boshqacha hissiyatda bo'lib qolgan edim. Bo'libmi, u hushidan ketishdan ilgariki ko'zni yumib ochqishliq bo'lgan vaqtda zarlangan holatda menga tikilib turib, Shoyux xonim mening ismimni yo'qligini so'rgan edi. Men uning hem uduqqan, hem titib bo'lgan, hem qo'rqqan, hem ilojsiz qolgan holatini hargizmi unutmayman. Bu xil ota bolalik tabiiy xususiyatni acaba yolg'on degili bo'ladimi? Uyg'ondingizmi? Siz kim bo'lasiz? Hay, podshoh aliylariga gap qilganda siz degan so'zni ishlatishga bo'lmaydi. Xon aliylari. Oy. Qo'zg'alma. Yarınız eg'ir. Amchi sizdan ko'p qon chiqib ketganligini aytdi. Bir necha kun ko'proq aramaylik, oldirab turib ketaman demang. Ha? Salom qilaman bu demang. Bo'lamdi. O'zingiz rostli xon aliylarimi? Hozirgi podshoh Chelnun ham bo'lamsiz? Nimishqa yana sizda bersiz? Bo'pti. O el ichida cho'ng bo'lgan. Orduning adab qoidalarini bilib ketmaydi. Durust. Men hozir xon bo'laman. Meni o maydonda ko'rgan emasmidingiz? Hozirgi podshoh Chelnun ham bo'lamsiz? Nimishqa yana sizda bersiz? Bo'pti. O el ichida cho'ng bo'lgan. Orduning adab qoidalarini bilib ketmaydi. Durust. Men hozir xon bo'laman. Meni o maydonda ko'rgan emasmidingiz? Biroq o maydonda odam bek ko'pkan. Men hech kimni aniq ko'rolmadim. Men oxiri xon alilarni ko'raladim. Shundaq, oxir ko'raldingiz. Men bilaman. Siz men bilan ko'rish uchun ko'p riyozat chekdingiz. Keling. Yana qizotam sizga tutib baqay. Yaxshi bo'lib qopsiz. Qizningiz yenibdi. Qo'sig'ingiz ochdimi? Bir narsa yemsiz. Men ularni tayyorlatay. Sizlar xon alilar turuqliq menga shuncha g'amxo'rlik qilyaptilar. Men intayin baxtli bo'lib ketadigan bo'ldim. Sizni qutuldirib oldi. Siz o'lib ketmaysiz. Sizni apangizning ismining Shoyuxa ekanligini bildim. Bu narsani u bilganmi? Xeyli yaxshi turyapti. Nima bo'ldi? Uningga nima bo'ldi? U hozir nerede?
o'tgan yili 6-oyda jinanda o'lib ketdi. O'lib ketdi? Men shundaqmikin deb o'ylagan edim. Undaq bo'lmasa, amdilikda men bilan ko'rishgili kelamdingiz. Bu ishdan nihoyat afsuslandim. Yansa, shuncha yillardan beri ona bola ishkinglar ko'p jafoat etdinglar. Xon oliylari, men Lami, çay gel. Sual soraverib sizni hadirib qo'ydim. Yanzi, siz bilmaysiz. Sizning kelishiniz bir tarafdan ko'nglimga tasalli bo'lsa, yana bir tarafdan yuragimni eshittiryotdi. Bundan keyin sizning burunqi jafoliq kunlaringiz endi kelmasga ketdi. Siz mening el ichida qolib qolgan qizim endi uyingizga qaytib keldingiz. Xon oliylari, men Qizjaq, choy ichi. Og'zingga qajab Malika deb chaqir. Nima u qizjaq degan? Malika, choy ichsizlar. Shu Malikani kutmamsa, uning teni shuncha ojiz tursa, u o'z qachon elib choy ichsinmi? xo'sh, qildir bija keltirdi. Aka, men ichiray. Nima degan bechora. 18 yoshga kirganda ondan dadasini ko'radi. Yana hamma yeri yorlandi. Balam, siz bana bunda qarab vermang. Apangizga yuz kelmaydiganligimni bilaman. Ko'nglingizni mendan ko'p og'rindingiz. Xotirjam bo'ling. Hozirdan boshlab hassilab to'liqlayman. Aliylari, sizlarga muborak bo'lsin. Ota bola jam bo'ldinglar. Ahmoq qiz, yana nimaga g'ovli qilib turasiz? Qani tez shoh otidan. Nima? Yana dada qator ko'mamsiz? Undaq emas. Nemish dada demigidekman. Loyiq kelmay qolammanmikin deyman. Nima u loyiq keladi, kelmaydi degan. Siz mendek bir dadani dada demisiniz. Men sizni balqig'inim qilgan. Meni dada deb chaqiram. Men davaman, dadangizning xafa bo'lib kelishini ehtiyot qiling. Tez dada deb chaqiring. Bo'ling. Shoh ota. Yaxshi bo'ldi. Balki yaxshi bo'ldi. Mundaq qilishim hargizmi maqsadlik emas. Lekin Malika bo'lish pek yaxshi ish ekan. Podshoh dadasi bo'lsa, dadasi uni orzu qilsa, haqiqatan bek obdan bo'ladi ekan. Men buni pek maftun bo'lib qoldim. Men bir necha kun Malika bo'lib xumodan chiqib olay. Dadingizni bir necha kun dada qilib olay bo'lamdi. Qasam qilamanki, yaram saqaysizlar sizni cho'qim o'rniga ep kirib dadingizni o'zingizga qaytarib beraman. Xon qiz, tamoq yeydigan vaqt bo'lib qoldi. Uy shuncha qarang tursa, nimishqa chiroq yoqmala? Xon qiz, yana nimishqa yig'lala? Buning impoydasi bor. Liu Jing Liu Hongla yanzining amali ko'p, xavf-xatarni yaxshilikqa aylantira oladi dedi-ku. Siz yana xotirjam bo'lolmayapsizlar? Belkim o o'lib ketgandi. Xon qiz, og'izlarini undaq ushitmisizlar? Mabodo o o'lmagan bo'lsa, nimish hozirgachilik uning azroqmi xabar bo'lmaydi. Hammani qilganman. Bek shaxsiyat ekanman. O'zimni o'ylab, uning biror hodisaga uchrab qolishini o'ylamabdiman. Undaq demisizlar, uni ya biz majbur avatmasak, u o'zi xohlab shunda qolgan tursa, shuni ko'nglim texim yerim bo'ladi. Mushu yillardan buyon
Anamdan başka bir mutluğum yok. Özüm tenha hazırgıcı yaşap gelgendim. Aran tezde bir sırdaş acı tapkandım. O bana hemra bulup gep kıp beretti. Şipşuğumni çıkarattı. Köңlüdeki geplerini de beretti. Oylap baksam, onun bilen birge ötken küllerim nahit hoşal ötkendi. Bunu bilgen bolsam, onu evetmezkenmen. Bundaq ayğı çıkması işini koycılavermizler. Yenzi hazır neymişler yoluqdi, biz bunu tamamen bilmeymiz. Lekin yılık işkital candım umuym nişanlama, yenzi bilen bil yoqap ketdi. Sili bunundan ansirmeyvatamla. Bu işni yenil yenzin görüvatam sen. O tutulup kalıp kırık yoki ölüklik namelim tursa, sen yenilaş adetki nerslerinin gemini yavatam sen. Adetki nesle degenleri nemisi? Apaları vabat buluş aldı da, sili bu neslerini ilip berip, dadam bilen körüşmen dep qasam qıgan dile. Lekin o nesle yenilirdi yok. Dadaları bilen körüşken taqdirdi mu? Özlerinin kimligini ispatlayamayla. Bulan oylasam, yürgüm etişip ketivatıdı. Nemanda qoqunuşluq yap qılasan, yenzima asilik qılam dikide bişaret bervatam sen. Ben işlemdim bişaret beğenmedim. Puşayman qıvatımın. Özümni ayıplavadımın. Ben neyim üçün silanın bu nerslerini yenziga berishga ma'qul bo'lgandiman. Ben o nerslerini jinim tikip qo'yib bo'lsam, qo'g'digan bo'lsam bo'pti ekan. Hammani qilganman. Olamda o'tgan xiynaga yuz kelolmayman. Men eski xon qiz bu gaplarni qilib ko'ngillarini og'ritmasam bo'pti ekan. Men yenziga ishinaman. O samimiy niyat umidlarini yerga qo'ymaydi. Xon qiz yig'lamasizlar. Bo'ldi yig'lamasizlar. Ko'nglim nayt g'ash bo'lib yenzidan ayrilib qoldim. Nishonlarim yo'qitib qo'ydim. Uning ustiga dadam bilan ko'rishgan amal qilamsam, zot qanday qilsam bo'lar? Ordadaki işkir koylanı qısqığını vaqt ayırıp tüyetkili bolmaydı. Siz əmdili saqaydınız, bəhçək yolmağman, xalığançı körüp baxsanız boladı. Bu bir oylama yoki bir shahar mı? Hacapınca o'ylab bakina, u yoqdanmi, bu yoqdanmi kirgili bo'ladi ekan. Hey, g'alati ish. Bu yerda ya daryo bo'lmasa, buncha uzun ko'rik yasab nima qiladigandir? Bir kişi bakın. İhtiyat kılın. Çavun. Ben galet isimkina. Men özümni sehrlik bir alemga kirib qolgandek his qilyapman. Ancha rost emasdek ko'rinadi ekan. Keyin o'rnidan chiqib, alikchiga borganda uloq deb basam, hammasi ishonmay qolgandek. Malika, men sizga muhim bir gapni deb qo'yay. Nima gap? Podshoh oliylari hozir sizni balam deb e'tirof qildi. Endi siz hargizmi burunqi shoyyanz emas. Oliylarining shuncha nurg'un malikalari bo'lsa-mu, men hozirgacha qolganlarini sizni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rmaydiganligini his qildim. Aliylarining arzulashiga erishish cheksiz sharaf ish, ham xatarlik ish. Buningga o'rdida nurg'ulgan odamning ko'zi qiziradi. Nurg'ulgan odamni hasad qiladi. Sizga aytib qo'ymsam bo'lmagadek, ehtiyot qilmasangizlar, boshqalar quyrug'ingizni tutib olsa, balkim o'zingizning nima bo'lganligini bilmay turiblar, jiningizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Shuncha vala ig'irmi?
Tavvan. Bak xalit ismkin ha. Men özümni sehrlik bir alemga kirib qolgandek his qilyapman. Ancha rost emasdek ko'rinadi ekan. Keyin o'rnidan chiqib, alichiga borganda uloq deb bersam, hammasi ishonmay qolgandek. Malika, men sizga muhim bir gapni deb qo'yay. Nima gap? Podshoh oliylari hozir sizni balam deb e'tirof qildi. Endi siz hargizmi burunqi shovyanz emas. Oliylarining shuncha nurg'un malikalari bo'lsa-mu, men hozirgacha qolganlarini sizni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rmaydiganligini his qildim. Oliylarining arzulashiga erishish cheksiz sharaf ish, ham xatarlik ish. Buningga o'rnida nurg'ulgan odamning ko'zi qiziradi. Nurg'ulgan odamni hasad qiladi. Sizga aytib qo'ymsam bo'lmagadek, ehtiyot qilmasangizlar, boshqalar quyrug'ingizni tutib olsa, balkim o'zingizning nima bo'lganligini bilmay turiblar, jiningizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Shuncha bola ig'irmi? Eng yaxshisi mening gapimga ishoning. Xon jamoatining qini bulg'unishqa bo'lmay Oladi. Amin. Men Fulun qatorliqlarni buningdan qechib qutulolmaymiz. Shuning uchun siz bu gapni ichingizga jututing. Menga yutuq erishib bo'lmaydi. Uqdingizmi? Haytsuvey. Men o'limdan qo'rqilgan odam. O'lgim yo'q. Shuncha xushal-xo'ram yashavatsam. Bu beshimdan kechamayman. Oy, bu ayliqi mening o'qim tegib ketgan malik shu emasmi? Shahzoda, ertay. Sizlarning opanglar bilan ko'rishmagili xil uzun bo'pti. Ular deb qo'ysanglar, bekor vaqti bo'lsa, o'rtaga kelib aylanib ketsin. Xanish ayımga qutuq bo'lg'ay. Apam sizning gaplarini qiladi, lekin sizning yaqindan beri pek aldirash ekanliklarini biladi. Yangidan kelgan malikining holidan xabar olayotganliklarini biladi. Bu kiyimni kiyib olsangiz, hali kundagi o maydondagi bilan rasli o'xshamay qolgansiz. Meni shuncha chiroyli kelishgan bir singlim borligini o'ylamoqdiganman. Shahzoda, aslida siz kimsiz-da? Malik kasaldan endi saqaydi. Uzun o'rib turib ketsa, ancha yaxshi bo'lmaydi. Qin kelinglar, shipanga berib birdan o'ltiraylik. Yaxshi. Yarangiz to'liq saqaydimi? Eliq kun o maydonda aniqli bir bug'un ko'rgandim. Nima bo'ldi bilmadim, qarg'ib ketishim qila sizga tegib ketdi. Keyin sizning noit ig'ir yaralanganligingizni bilib, ko'nglim noit g'ash bo'ldi. Ko'nglingizni g'ash qilmang. Ashu bir o'qni atqashqa men oliylari bilan ko'rishaladim. Men sizga ko'pdan ko'p rahmat desam bo'ladi. Rahmatni uning emas, moyisilari bo'ladi. Bu yoq mushavir Fulunning kenji beyzodisi. U cho'ng beyzod arqon bilan podshoh oliylarining oldidagi atoliq odamlar. Bu artay bo'lsa shahzodaning ham savog'dishi. Bu ikisi faqatla ayrilmaydi. Hey, nimishqa men sizga rahmat aytaman. Mubada arqonning diqqatini buzatmagan bo'lsam, siz bu ishga yo'l Uzun o'rib turib ketsa, ancha yaxshi bo'lmaydi. Qin kelinglar, shipanga berib birdan o'ltiraylik. Yaxshi. Yarangiz to'liq saqaydimi? Eliq kun o maydonda aniqli bir bug'un ko'rgandim. Nima bo'ldi bilmadim, qarg'ib ketishim qila sizga tegib ketdi. Keyin sizning noit ig'ir yaralanganligingizni bilib, ko'nglim noit g'ash bo'ldi. Ko'nglingizni g'ash qilmang. Ashu bir o'qni atqashqa men oliylari bilan ko'rishaladim. Men sizga ko'pdan ko'p rahmat desam bo'ladi. Rahmatni uning emas, moyisilari bo'ladi. Bu yoq mushavir Fulunning kenji beyzodisi. U cho'ng beyzod arqon bilan podshoh oliylarining oldidagi atoliq odamlar. Bu artay bo'lsa shahzodaning ham savog'dishi. Bu ikisi faqatla ayrilmaydi. Hey, nimishqa men sizga rahmat aytaman. Mubada arqonning diqqatini buzatmagan bo'lsam, siz bu ishga yo'l qilmagan bo'lardingiz. Lekin shahzoda challagan vaqtda azroq keyin qolgan. Shuning bilan o'qsizlik tekkan. Shuni biz ikkimiz sizni o'lib olgan deyishga haqlimiz. Aroq o'rnida choy tutib, eng go'zal bug'iga hurmatimni bildiray. Men mo eng hamoqat ovchiga hurmatimni bildiray.